Assalomu alaykum. Bugun sizlar uchun va barcha uchun qiziqarli bo'lgan homila jinsini aniqlash kalendarlari xususida gaplashamiz. Ekranda ko'rinib turgan kalendar Xitoy kalendari hisoblanadi. Chap tomonda ona yoshi belgilangan. O'ng tomonda esa homiladorlik boshlangan oy berilgan. Urug'langan oyga onaning yoshi tutashtirilganda, o'sha tutashtirilgan nuqtada homila jinsi taxminan ko'rsatib beriladi. Misol uchun, ona 18 yosh yanvar oyida homilador bo'ldi. 18 yoshga yanvar oyini tutashtirilganimizda birinchi ko'rinib turibdi qiz. Bu taxminiy albatta. Keyingi o'rinlarda bundan tashqari bo'lgan homiladorlikni taxminiy aniqlaydigan xalqona usullar mavjud. Ular haqida suhbatlashamiz. Misol uchun, qonning yangilanishi bu. Qon yangilanish nazariyasiga ko'ra, erkaklarda qon har 4 yilda yangilanadi. Ayollarda esa har 3 yilda bir marta yangilanadi. O'g'il farzand tug'ilish ehtimoli oxirgi bo'lib, otasining qoni yangilangan juftliklarda yuqoriroq bo'ladi. Ya'ni, otaning qoni yangiroq bo'lsa, o'g'il ko'rish ehtimoli ham shuncha yuqori bo'ladi. Qon yangilanishini qanday aniqlash mumkin degan savolga quyidagicha javob beramiz. Qon insonni tug'ilgan yilidan boshlab hozirgi yoshiga bo'lgan davrigacha hisob-kitob qilinadi va erkak kishi bo'lsa, o'sha yoshi 4 ga bo'linadi. Ayol kishi bo'lsa 3 ga bo'linadi. Chiqqan natija kimda yoshroq bo'ladigan bo'lsa, o'sha insonning qoni yangi bo'ladi hamda homila erkak yoki ayol jinsiga mansubligi ham shunga ushbu natijaga ko'proq bog'langan bo'ladi. Yana bitta ma'lumotni qo'shimcha tarzda aytib ketishim joiz deb topdim. Jarrohlik amaliyotlari o'talgan bo'lishi mumkin inson hayotida. Yoki bo'lmasa qon almashtirilgan bo'lishi mumkin, qon berilgan bo'lishi mumkin. Bunda avtomatik tarzda insonning qoni yangilanadi. Agar homiladorlikda jinsni rejalashtirishda agar qonning yangilanishi hisob-kitob qilinganda, albatta ushbu ma'lumotlarni ham inobatga olgan ma'qul hamda o'sha qon yangilangan davrdan boshlab hisob-kitob qilingani maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana hisob-kitoblar juda murakkab ko'rinsa, ota-onaning yoshini quyidagi maydonlarga kiritish kifoya. Ya'ni internetga, Google'ga poyst berganingizda har xil homiladorlikni jinsini aniqlab beradigan turli xil kalkulyatorlar, hisob-kitoblar mavjud, kalendarlar. Qonning yangilanish kalendari deyilganda ushbu oyna chiqadi hamda siz otaning hamda onaning yoshini kirgizishingiz orqali kimning qoni yangi ekanligini sizga avtomatik tarzda programma chiqarib beradi. Endi sizlar bilan asosiy bugungi mavzuyimiz xususida gaplashamiz. Ko'pchilik so'rashadi. Kasbim shunga bog'langanligi sababli yapon kalendari qanaqa, tushuntirib bering. Eng samarali kalendar shu ekan, tushunmayapmiz degan savollar bilan murojaat qilishadi. Bugun ushbu kalendarni sharhlashga qaror qildim. Ekranda ko'rib turganingiz yapon va Xitoy kalendari. Yapon taqvimidan foydalanish bir vaqtning o'zida oson
va biroz chalg'itadigan ish. Buning uchun birinchi jadvalda bo'yigan onaning, eniga esa otaning tug'ilgan oyi keltirilgan. Undan ota-ona tug'ilgan oylarining o'zaro kesishmasi aniqlab olinadi. Ikkinchi jadvalda birinchi jadvalda topilgan raqamga mos keladigan ustun aniqlanadi. Ustunda oylar ketma-ketligi berilgan. Oylar qatorida berilgan o'g'il yoki qiz ustunida xlar soni qanchalik ko'p bo'lsa, o'sha oy mazkur jinsdagi farzandni urug'lantirish uchun eng maqbuli deb hisoblanadi. Usulning hisob-kitobi ko'pligi tufayli quyidagi maydonlardan keraklisini tanlab, aniqlash tugmasini bosing. Shunda barcha kerakli ustun va qatorlar alohida belgilab beriladi. Qurilmangiz ekrani kichik bo'lsa, jadvalni o'ngga chapga siljitib, to'liq ko'rishingiz mumkin. Men ushbu jadvalni biroz avval ishga tushirgandim. Mana onaning tug'ilgan oyi sifatida oktyabrni oldim, otaning tug'ilgan oyi sifatida esa avgust oyini belgiladim. Endi hisoblash tugmasini bosganimda mana 2 raqami kelib chiqadi. Chunki mana onaning ekranda ko'rsatib o'taman hozir. Mana onaning tug'ilgan oyi mana onaning tug'ilgan oyi oktyabrga tushamiz. Otaning tug'ilgan oyi desam avgustni belgiladim. Endi bularni kesishgan nuqtasini belgilaymiz mana. Avgustdan pastga tushamiz. Oktyabrdan avgustga tomon harakatlanganimizda mana 2 raqami kelib chiqyapti. Yapon kalendarini ishga tushirishda birinchi raqamlar aniqlanib olinadi. Tushunarsiz bo'lib qolmasligi uchun izoh kiritib ketaman. Yapon kalendari 2 jadvaldan iborat. Birinchi jadval mana ko'rib turganingiz. Bu esa ikkinchi jadval. Birinchisida ota-onaning tug'ilgan oyiga qarab raqam aniqlanadi. Ikkinchisida raqamga qarab qaysi oyda o'g'il qiz ko'rish ehtimoli balandligi aniqlashtirib olinadi. Yapon kalendarini birinchi qismida raqam aniqlab oldik, 2 raqamini. Endi bevosita ikkinchi qismiga o'tsak ham bo'ladi. Pastga tushamiz. Avtomatik tarzda mana 2 raqami belgilandi. Va mana ko'rib turganingizdek, chap tomondagi oylar bizga kerak emas, chizib turish uchun foydalanaman mana. 1-yanvar oyi deylik. Yanvar oyining yoniga chizdim. To'g'risiga qarab yuramiz. Yurganimizda mana endi tepaga qaraymiz. Chunki mana bu oylar bizniki bas. Ularni chizib o'tamiz. Tepada mana o'g'il oyi. Pastga qarab tushamiz. Yanvar oyida oktyabr va avgust oyida tug'ilgan insonlar uchun o'g'il bo'lish ehtimoli mana ko'proq 2 barobar. 2x turibdi. Endi pastroqqa tushamiz. Mana mart oyida to'g'ri olib boryapman. Mana 2 ta x turibdi. Qiz bo'lish ehtimoli yuqori. Aprel oyida undan ham yuqori. May oyida yana 2 ta. Endi oktyabr va avgust oyida yana takrorlayman. Tug'ilgan insonlar uchun iyun oyi optimal darajadagi o'g'il ko'rish oyi hisoblanar ekan mana. Nihoyatda yuqori bo'lgan oy. Pastroqqa tushamiz. Oktyabr oyi ham o'g'il ko'rish ehtimoli yuqori bo'lgan oylardan biri va dekabr oyi ham xuddi shunaqa. Endi noyabr oyi esa qiz ko'rish ehtimoli yuqori bo'lgan oylar. Endi ajratib ko'rsatish uchun qizlarni ko'kka ajratib qo'yaman. Qiz ko'rish
aniq bo'lgan oylar hamda o'g'il ko'rish aniq bo'lgan oylar. Mana azizlar, yapon kalendari shundan iborat edi. Endi oktyabr va avgust emas, boshqa oy. Misol uchun, ayol yanvar oyida tug'ilgan, ota esa mart oyida tug'ilgan. Endi ularni hisoblaganimizda 9 soni kelib chiqyapti. Mana 9 soni tutashtirilganda, endi avtomatik tarzda mana 9 sonidagi kalendarni bizga alohida rangga olib berdi mana. Yana belgilayman tushuntirish uchun, tushunarliroq bo'lishi uchun. O'g'il ko'rish oyi aprelda mana, iyunda, iyulda chizilib ketdi. Keyin mana dekabr oyida eng yuqori darajada. Qiz ko'rish may oyida. Bu urug'lanish zigota bo'lgan davrga to'g'ri keladi. Yapon kalendari tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Kalendarlardan tashqari qon guruhi va rezus omilga ko'ra ham homila jinsini rejalashtirish mavjud. Ushbu jadval orqali o'z qon guruhingiz, turmush o'rtog'ingizni qon guruhi hamda rezus omillarini hisoblagan holda homilani jinsini rejalashtirishingiz mumkin. Ginekolog qabuliga borilganda ginekologlar nafaqat kalendar orqali homilani jinsini rejalashtirib berishadi hamda turli xil parhezlar ham buyurishadi, ham otaga, ham onaga. Misol uchun, o'g'il farzand ko'rish uchun go'sht, kolbasa, baliq tuxumining oqi, kartoshka, no'xat, yasmiq, loviya, qo'ziqorin, guruch, gilos, banan, o'rik, apelsin, shaftoli, xurmo, mango, qora shokolad. Bu vaqtda sut, non, kalsiy yuqori bo'lgan mineral suv, yong'oq, ko'katlar, yashil loviya, karamni cheklash va ovqatni ortiqcha tuzlashdan saqlanish o'rinlidir. Hozirgi aytib o'tilgan istisno holati qiz ko'rmoqchi bo'lganlar uchun ayni muddaodir. O'g'il farzand ko'rmoqchi bo'lganlar kalsiyga boy mahsulotlardan tiyilishi kerak. Kaliyga boy mahsulotlarni yeyish kerak. Ertalab nonushtadan so'ng yodamarin, foliyaviy kislota dorilaridan iste'mol qilish kerak, vitaminlardan iste'mol qilish kerak. Bundan tashqari go'sht, baliq, kolbasa, mani bo'tqasi, loviya, shaftoli iste'mol qilinishi kerak. Qiz farzand ko'rmoqchi bo'lganlar esa salatlar, piyoz, pomidor, baqlajon, shakar, asal, bodom, funduq, choy va qahvani ratsionlariga kiritishlari darkor. Nima bo'lganda ham birinchi o'rinda yaratgandan o'g'ilmi, qizmi, sog'lom farzand so'rash kerak, niyatni to'g'ri qilish kerak. Va qalbingizda qanday yaxshi niyat bo'lsa, o'g'il ko'rishni xohlayapsizmi, o'g'il farzand tilang, chin dildan. Qiz farzand ko'rishni xohlayapsizmi, qiz farzand so'rang, chin dildan. Va qo'lingizdan keladigan barcha imkoniyatlarni sinab ko'ring. Bugungi mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa xursandman. Savollaringiz bo'lsa izohlarda qoldiring.